Bankdagi o'g'rilik vaqtida o'g'ri odamlarga joyingizdan qimirlamang. Bu pul bankniki, sizning hayotingiz esa sizniki deb baqirdi. Bankdagilarning hammasi bu gaplardan keyin jim yotdi. Bu an'anaviy fikrlash tarzini o'zgartirish, ya'ni ongni o'zgartirish konsepsiyasi deb ataladi. Bir ayol stolda qimirlab harakatlari bilan shovqin qilganida o'g'ri unga iltimos, madaniyatli bo'ling. Bu talonchilik, zo'rlash emas deb baqirdi. Bu esa o'z ishida professional bo'lish deb ataladi. E'tiboringizni faqat qilishingiz kerak bo'lgan ishga qarating. O'g'rilar uyga qaytganda kichik ukasi akasiga pulni sanab ko'ramizmi deb so'radi. Akasi unga, ahmoq bo'lma, buncha pulni sanashga uzoq vaqt ketadi. Kechqurun yangiliklarda qancha pul o'g'irlanganini e'lon qilishganda pul miqdorini bilib olamiz deb javob berdi. Bu jarayon tajriba deb ataladi. O'g'rilar ketgach, bank menejeri bank nazoratchisiga tezroq politsiyani chaqiraylik dedi. Ammo nazoratchi unga, shoshma, avval o'zimiz uchun bankdan 10 million dollar chiqaramiz va uni o'g'irlangan 70 million dollarga qo'shib aytamiz deb javob berdi. Bu jarayon to'lqin bilan suzish deb nomlanadi, ya'ni muammoli vaziyatni o'z foydasiga aylantirish. Ertasi kuni yangiliklarda bankdan 100 million dollar pul o'g'irlanganligi e'lon qilindi. O'g'rilar pulni qayta sanashdi, lekin u yerda faqat 20 million dollar chiqdi. Shunda ularning kattasi, biz hayotimizni xavf ostiga qo'yib faqat 20 million dollar o'g'irladik, ammo amaldorlar esa bundan foydalanib 80 million dollar o'g'irlashdi dedi. Bu jarayon bilim oltinga tengligini isboti. Bank menejeri esa juda xursand, chunki uning aksiyalar bozoridagi yo'qotishlari endi bu o'g'rilik sabab qoplandi.